Namangan viloyat ahli yuk mashina muxlislari O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Foton brendi ostidagi yuk mashina va yengil mashina ishlab chiqaruvchi kompaniya rasmiy dileri ochilganidan xabaringiz bormi? Xabaringiz bo'lmasa, hozir sizga katta assortimentdagi mana bu yuk mashinalarni narxi va qistirgan savollarga javob olasiz. Videoning oxirida to'liq manzilni tushuntirib o'taman. Foton Tunland V9 dizel turbinali motor haqiqiy yo'l tanlama savlatli mashinamiz. Bunda tog'u toshlarni zabt etishingiz mumkin. Narxi 465 million so'm. Mana bu haybatli yuk mashinamiz Isuzu'ni raqobatchisi desak to'g'ri bo'ladi. Foton Aumark 139 ot kuchi turbinali ko'p yillik resursga ega bo'lgan Cummins motor bilan jihozlangan. Narxi 375 million so'm. Navbatdagi yuk mashinamiz B kategoriya o'tadigan Trackmate 1. Yakka balonli kitobida yaqin 1,5 tonna, O'zbekistonda 2,5-3 tonna ortiladigan 104 ot kuchi benzin motor ABS'li, narxi 175 million 840 ming so'm. Bu esa Trackmate 1 ni kuchaytirilgan modeli, qo'sh balonli, oldi risorli, 111 ot kuchi benzinli motor, konditsioner ABS'lari bor. Kitobida 2 tonna, O'zbekistonda 3,5 tonna yuk ortishyapti. Ushbu polvonimizning narxi 205 million so'm. Bu esa Trackmate 1 yakka balonli dubl kabina, 105 ot kuchi benzinli motor, konditsioner ABS'lari bor. Mashinamizning narxi 190 million so'm. O'zbekistonda haqiqiy savdosi avjida bo'lib turgan Foton Miller oldi orqa risorli 2 ob'yom benzin motor, 136 ot kuchi, narxi 250 million so'm. Haqiqiy yo'l tanlanmas 4x4 Foton Tunland G7 2 ob'yom Euro 6 motor, 238 ot kuchi benzinli motor. Ushbu mashinamizning narxi keladigan bo'lsak 385 million so'm. Qadrli Namangan viloyat ahli, endi bu mashinalarni sotib olish uchun boshqa viloyatlarga borib sarson bo'lishingizga ehtiyoj yo'q. Manzilni sizga eslatib o'taman. Namangan shahri 1-Ag'skent Mo'ljal Oydin shifo klinikasi ro'parasida yoki Afsonalar vodiysi parkiga 1 kilometr yetmasdan joylashgan. Barcha qiziqtirgan savollaringizga javoblarni ekran ostidagi telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Barchangizni Namangandagi Foton rasmiy dileri markazida kutib qolamiz.